Kendine fukaranın mihribanı olmasa ay bayken bağal yaşın karı demey olup boradı ay ul adamdan nasibe uzak say. Alpamız dastandan taklif bo'layotganimizni bir ikki aytib beray. Shunda Boysun mamlakatida eshitmagan joyingizdan aytaman. Bu Alpamizning boshida. Sho'rdan ayting, sho'rdan ayting. Boysun mamlakatida Dabonbiy deb bir zo'r o'tsa ham sher o'tdi, ajdahar o'tdi. Ana aytdi-ku, kallasi yo'q joyida. Dabonbiydan keyin Alpinbiy deb bir farzand o'tdi. Alpinbiy ham yoshligidan qo'liga kamarni tutdi, uchkan qushni ko'zdan otdi. Agar qushni otganiga qurchi qolmasa, otib tovni nuratdi, shunday bir zo'r o'tdi. Alpinbiydan Boyvo'ri bilan Boysari degan farzand o'tdi. Boyvo'ri mamlakatning podshosi edi, aka-ukalarning kattasi edi. Boysari aka-ukalarning maydasi edi, Boyvo'rining ukasi edi. Ana shunda Boysari mamlakatning boyi edi. Odamlar Boysarini boy deyishining sababi 90 tog'ay qo'yi bor edi. 90 tog'ay yilqisi bor edi. Agar molini sanoq qilish kerak bo'lsa, bir tog'ay, ikki tog'ay, uch tog'ay, to'rt tog'ay deb tog'ay qilib sanoq qilish edi. Ovozni maqtaydi, shu payt. Ana shunda kunlarning birida bularning shuncha osha-tosha davlati, savlati, hurmati bo'lgan bilan Allohning in'omi bilan befarzand edi. Kunlarning birida 16 qo'ng'iroq elida katta choptining yo'lida Boysun tog'ining belida bir katta chukburon to'y bo'ldi. Chukburon to'y deganda bilasiz, bulbul kesish to'yi deydi. Ana shu bulbul kesish to'yiga har tomondan odamlar aytilgan edi. Ilgaridan qo'ng'iroqda shunday urf-odat bo'lib edi. Bir odam yeni yurtda to'y beradigan bo'lsa, to'ydan bir kun oldin mamlakatning qari qurib bechora sog'inadi diye bir qo'yni so'yib, qo'yni o'zini oldiga qo'yib kutib oldi. O'tgan ketganning haqiga Qur'on tilovat qilib, ana ondan keyin to'y boshlar edi. Qo'ng'iroqda yana shunday bir urf-odat bo'lib edi. Kim bir yiliga bulbul kesish to'y qilsa, yani chukburon to'y qilsa, bir chori chiqma takani so'yib qirqqani taxtaga chiqarib, mamlakatning chobog'on otbozlarini yeyib bir katta to'y berishdi. Yana shunday urf-odatlardan biri katta davra qilib mamlakatning alp yigitlarini yeydirib kurash beradi. Shunday qilib boyagi to'y ham boshlanaverdi. Boyvo'ri bilan Boysari to'yga aytilgan edi. Biz ham to'yga boraylik deb otlanaylik dedi. Ilgari Boyvo'ri bilan Boysari bir to'ygami, bir barakagami borsa, odamlar Boyvo'ri bilan Boysari kelyapti deb 7 qirra naryoqdan bilgichedi. Sababi ostidagi otlari o'ynab ko'chani to'zitib, chaqitib kelavergichedi. Bugun Boyvo'ri bilan Boysari shunday to'yxonaga qarab kirib kelsa, bularning kelganiga hech kim e'tibor qilmadi. Avvallari Boyvo'ri bilan Boysari to'yga kelsa, odamlar Boyvo'ri bilan Boysari to'yga keldi deb otini ushlab, ko'nglini xushlab, uyning to'riga boshlab, ostiga 7 qavat baxmaldan ko'rpa tashlab kutib olishdi. Bugun Boyvo'ri bilan Boysari to'yga shunday oralab borsa, bularning kelganiga hech kim e'tibor qilmadi. Ana shunda o'zlari otni tapataylab, otni gulmoqqa vaylab, bizni kelganimizni yeli ham bilmaydi deb, aka-uka bir-biriga sizga qaraganda qarab, tortin qilib to'yxonaga kirib bordi. Ana shunda bularning kelganini qurqash ko'rib, boylar qulga tortimizlar deb qulga torttirdi. Ana shunda Boyvo'ri bilan Boysari hayron qolib, birovimiz Boysun mamlakatning boyi bo'lsin.
Birovimiz boysun mamlakatning podshosi bo'lsak, avvallari bizlar kelsak uyga boshlar edi. Ostimizga qimmat baxmal ko'rpalarni tashlar edi. Bu gal bizdan nima gunoh o'tdi ekan deb, qulning bir chekkasiga borib muscha qo'nish qilib o'tirdi. Ana shunda ko'zining osti bilan kuzatay berdi, qari bilan yoshda bularning oldiga olib kelib qo'ydi ekan. Bir tarilka jilitma palov oshdi. Boy bo'ri bilan boysari bilan kelgan hech kimning ishi yo'q. Olib kelib qo'ygan oshining ustida go'shi yo'q. Ilgari izzat ikrom ko'rib yurgan boylar odamlarning qilgan xizmatiga hayron qolib, haloyiq aytar gapga quloq solaylik. Birimiz boysin mamlakatning boyi bo'lsak, birimiz boysin mamlakatning podshosi bo'lsak. Ilgari kelsak otimizni ishlar edinglar, uyni to'riga boshlar edinglar. Bizdan nimagina o'tdi yellarim deb boy bo'ri bilan boysari yer xalqdan so'rab turgan joyi ekan. Qilgan xizmating sababin bilaylik. Yarqılaydı osmonda oyimiz, navterakday cho'zilgan mo'yimiz. Birga bo'lsa boysin yelda to'yimiz. Birimize boysun yerden şayımız. Birimize boysun yerden boyımız. Bizlerden birer günah ettim. Basıldı ya boy börü ya boy sarının kadamı. Devleti ya adamı, hevesim yatar Torat'ın tabiatına adamı. Emini de sen kulak salgın dolayı. Bizlerden birer günah ettim. Kulak salgın Torat'ın adamı. Hayana koyotaydı yarınlar taşımızga. Bizler sağlık yaranlar kışımızga. Allah savda saldı mekan başımızga. Beni de sen kulak sakın olayım. Bir perzendliğimiz ayırımız mı? Allah savda sakandır bizlerge karındaşımız. Halları şu senenin balırlatı balları. Hay senden sonra korattın hem yaşın karı çalları ya.
kızlardan birer günah etmey. Ana shunda boy bo'ri bilan boysari, birimiz boysin mamlakatning podshosi, birimiz boysin mamlakatning boyi bo'lsa. Ana nimaga bizlar kelsak otimizni ushlamaysizlar, ko'nglimizni xushlamaysizlar, uyning to'rini boshlamaysizlar deydi. Ana shunda yana bir boy boyagi tashlangan qurlik bir chekkasi paygabetdan joydan irg'ib turib, "Ey boy bo'ri bilan boysari, ulu borning ulidan to'y qaytadi, qizi borning qizidan to'y qaytadi. Ha senin kemik bor, senin kemikdan bizga to'y qaytadi. Nima uchun senga xizmat qilishimiz kerak deydi. Ana shunda